kuni kecha Koreyada sodir bo'lgan va biroz e'tibordan chetda qolgan yana bir holat bor. Gap shundaki, Janubiy Koreyaga ishlash maqsadida ketgan o'zbekistonlik 26 yoshli ayol uyidan o'lik holda topilgan. Uning o'limi atrofidagi gap so'zlarga quloq tutsangiz, ayol jinoyat qurboni bo'lgan. O'ldirilishidan oldin unga nisbatan kuch ishlatilgan va qotillik yashirilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mazkur masalaga aniqlik kiritib, barcha savollarga javob berdi. Koreya huquq-tartibot organlarining ma'lum qilishicha, fuqaro Nozima Kimning o'limi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov va ekspertiza natijalariga ko'ra, marhumaning vafotida qotillik alomatlari aniqlanmagan. Pxyontek shahridagi Koreya Milliy sud tibbiyot ekspertizasi tomonidan amalga oshirilgan chuqurlashtirilgan ekspertiza natijalariga ko'ra, fuqaro Nozima Kimda o'z joniga qasd qilish tashxisi asosida o'lim holati qayd etilgan. Shuningdek, DNK, qon, barmoq izi tahlil qilingani, uning tanasidan zaharli va dori moddalar yoki ichki hamda tashqi tana qismlarida qattiq zarba ta'sirida yuzaga kelgan ko'karish holatlari aniqlanmagan. Koreya politsiyasi xodimlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan marhuma Nozima Kimga tegishli turli suratlar tergov jarayonida olinmagani va ularni tarqatish Koreya qonunchiligi bo'yicha taqiqlanishini bildirgan. Pxyontek shahar politsiyasiga ko'ra, hozirda tergov jarayoni davom etmoqda. Natijasi bo'yicha ma'lumot marhumaning yaqinlariga taqdim etiladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aynan mana shunaqa qalampir o'zi va ba'zi bir taniqli saytlar aynan mana shunaqa bir daraxtlar bu yerda qotillik alomati bo'la turib, uni bosti qilishga harakat qilayotgan jamoalarni ko'rib turib, majbur bo'ldim bu temaga kirishga. Vaholanki men o'ylagan edim, Dalil.uz, Javohir, Bobur Hakimovdek bolalar bu masalaga ancha oydinlik kiritdi degan fikrda edim. Vaholanki bunday olib qarasak agar, bu yerda juda katta boshqa narsalar ochilib ketmasligi uchun aynan endi mana shunaqa qilib yolg'on xabarlar tarqatib, shunaqa yolg'onlar to'qib, o'zlaricha qotillik alomati aniqlanmadi degan xabarlar tarqaldi. Va men bu holatni endi hozir aynan bularni guruhlariga kirib, sal o'rganishga harakat qilyapman. Hozircha ko'rgan videolarda juda savollar ko'p va eng asosiysi mana shu Avazbekni yonini olayotgan odamlarga juda ko'p savollar paydo bo'lyapti-da. Aynan uni o'sha bu ehson temasida yurgan, yaxshi inson u bu deyotganlarga Koreyada o'zbeklarga yordam berib yurgan Avazbekamga bo'layotgan tuhmatlar, bo'xtonlarni ko'rib, mana shu aroqni ichi bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. Mo aynada qaranglar. Mana bir narsa odimga keldi. U ham meni gapim emas. Ibn Jabziy rahimahullohning gaplari. Aytadilarki, kim musulmonlarning aybini ochsa, kim ichgan buni? Ichib o'tirganligini deysan. Ish qizmi? Ha? O sigaret kim chekkan? Ash qiz chekkanmi? kavlashtirsa, Ro'za tutarmidi? Ro'za ham tutadi, aroq ham ichadi. ishi mana shu bilan shug'ullanadigan bo'lsa deydi. Lekin ayolingiz emas-da u qiz. Qo'pol qilayotganda o'ynashingizda endi. Alloh taolo o'sha bandani o'limi payti tilini shahodat kalimasini to'sib qo'yadi deydilar. Nima uchun? U ayib qidirgan til bo'lganligi uchun. Mana nima? Yaqinroq oling. Yaqin ko'rsating. Harom yurganligingizni mana isboti bilan. Nima uchun? U ayib oqtargan, g'iybat qilgan, bo'xton qilgan. Davay, sharmanda qilish bo'lsa, davay, sharmanda qilinglar, davay. Rasmi bormi shuni? Rasmi bormi internetda chiqqan uni? Rasmi bormi tarqatinglar. Qani, bormi? Fohisha challenge qilib tarqatinglar-chi, nima bo'lar ekan? Do'stlarini, birodarlarini sharmanda qilgan til bo'lganligi uchun. Qarsga tegib kelib, bu bola bilan o'ynab yurgan, 2 yil yashab yurgan, mana shu yashashgan, benikoh yashab yurishgan. Endi harom xarij yurganlar qani? Do'stlar, shuning uchun bo'layotgan tuhmatlarga sherik bo'lib qolmang. Mana shunday bo'layotgan videolarni qo'llab-quvvatlamang. Kommentariyada bo'lsin, storieslarda bo'lsin. Bu ham mana shu bo'xton qilayotganlarga bab-barobar sherik bo'ladi. ba'zi bir oddiy savollarni nima deb o'ylaysizlar? Agar Avazbek darhaqiqat bir musulmonlarning xizmatida bo'lsa, tem bo'ladi adashmasam, Ramazon oyini ichida bo'lgan voqea va aynan Ramazon ichida bular bir nechta videolar qilib turib, u yerda o'tib ketgan insonni, ya'niki ojiza bir qizni olib ko'rsatishga harakatlarni ko'ryapman-da. Men har bitta uni chiqargan videolariga keyin juda ko'p nesostokovkalar, bir-biriga to'g'ri kelmas gaplar, hammasini sekin-sekin yana adashmasam men ko'tarmoqchi bo'lgan gaplarni ko'pchilik ko'tarmagan. Yana bilmadim, endi hozir harakat qilaman. Dalil.uz'ni barcha videolarini bu temada chiqargan gaplarini tahlil qilib, qani ular nima degan, nima qo'ygan, lekin bu yerda juda katta jinoyatni boshqacha yo'l bilan yopishga harakatlarini ko'ryapmiz. Ko'pchilikka savol paydo bo'lishi mumkin-da, nega aynan elchixona mana shunaqa bayonot berdi? Hozircha meni o'zimni taxminlarim, bu yerda elchixona boshqa bir o'zini kirdikorlari ochilib qolmasligi uchun aynan mana shunaqa jinoiy alomatlar topilmadi va boshqa mana shunaqa yolg'on xabarlar bilan bosti qilishyapti. Negaki bu juda katta masshtabda уже mavzu ko'tarilishni boshlagan. Aynan mana shu uchun elchixona adashmasam shu harakatlarni qilyapti. Avazbek ham bekordan bekor barcha videolarni udalib qilmagan. Bu yerda уже
aynan barchamiz o'z kuchimizni birlashtirib, marhumani onasi Koreyada ekanlar. Mana bu karta raqamlari befarq bo'lmasdan qo'ldan kelgancha hamma yordam bersin. Bunaqa holatga hech qaysi bir onaizor tushmasin. Bolasini o'ldirib va ustiga ustak yana uni tahqirlaydigan, sha'niga dog' tushiradigan video qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ular aytganchilik gunohkor bo'lgan taqdirda ham to'g'ri yoshlarda xato bor. Bu jamiyatimiz muammosi. U ayol yoki mana bu bitta opani muammosi emas. Bu jamiyatimizdagi hozirgi kunda oqsoqlik va qo'shtirnoq ichidagi demokratiyani deb o'zligimizdan bizni ayirishga harakat borligidan va o'sha qizni badnom qilmoqchi bo'layotganlar, sizlar o'zlaringizga ehtiyot bo'linglar. Bu holatda juda ko'p narsalar bor va Avazbekni yonini olayotganlarga inshaalloh taala men sizlarga va'da beraman, Avazbekni asl basharasini ochish juda oson. Uni juda ko'p yolg'onlari bor, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan gaplari, xatti harakatlari juda katta savollar tug'diryapti va aynan nega agar u darhaqiqat xolis bo'lsa, prosta borardi, video olardi, ehson yig'ish kerak bo'lsa, ehson yig'ardi. Va lekin bir necha qismdan iborat videolar, soatiga to'g'ri kelmaydigan videolar, kiyimlar almashgani, juda ko'p holatlar bo'yicha bu yerda aynan o'zini oqlash yo'lidagi harakatlarni ko'ryapmiz xolos. Vaholanki bu yerda darhaqiqat o'lim holati bo'lganda, rosa borardi, bitta rolik qilardi. Kelinglar jam bo'laylik, kelinglar birlashaylik, mana shu maytni O'zbekistonga jo'nataylik deb video qilardi xolos. Va lekin bular bardavom har xil videolar qilib, boshqa shalaqa ayollar, boshqa har xil gaplarni eshitganda, bu yerda tabiiyki bular bir narsani yopmoqchi bo'lyapti xolos. Shuning uchun barchalaringizdan onaizorning haqlariga duo qilib, u kishiga ham sog'lik, salomatlik tilagan holda qo'llaringizdan kelgancha yana bir marta qaytaryapman. Aynan mana shu karta raqamlari shu insonning o'ziniki. Men harakat qilaman bu mavzuda ko'proq o'rganib, aynan mana shu jinoiy harakatlarni kim yopmoqchi bo'lyapti, barchasini ochiq oydin, aynan tahlillar bilan chotki qilib, YouTube'da faqat tayyor boshqalarning videosini olib qo'yilgan ekan, lekin haqqoniy vaziyatga baholar boshqasi yo'q. Javohir do'stimiz qilgan, Javohirga va mana shu temada adolat talab qilayotganlardan barchalaridan Alloh rozi bo'lsin deya, masalada juda ko'p narsalarga oydinlik kirgizish kerak va darhaqiqat kelajakda boshqalar aynan mana shunaqa holatga tushmasligi uchun jamiyat o'laroq jipslashib, mana shunaqa illatlar bilan birgalikda kurashishimizdek fikrdaman. Uchun ham qil adolat. Avaz bormi? Men uchun. Bilganini qilsin nima siz Sitora borasiz? uchun. Men uchun, Sitora uchun adolat. Kerak emas menga og'zidan chiqqan gap. Ayolsan-ku. Ayolsan-ku sanlarim. U e'tibor bergan siz, u e'tibor men vobshe bermayman. Haq bo'lsam nimaga meni suratlarimni chiqarishadi? Nima chiqarasan? Nima meni videolarimni chiqarishding? Va yana bir narsa, pastda birinchi kommentariyada aynan savollar bor. Bunaqa savollar juda soni ko'p. Men harakat qilaman Dalil.uz va yoki o'sha nozman onalari bilan bog'lanib, bu temada yanada ko'proq masalalarni chuqur o'rganib, aynan xalqqa to'g'ri yoritishga harakat qilaman. Shuning uchun barchalaringiz birinchi kommentariyadagi Telegram guruhimga ssilka va savollar bor va kimda kim imkoniyati bor, menga mana shu temada maksimal darajada skrin bo'ladimi, foto bo'ladimi, videolar bo'ladimi, o'shalarni sizlardan lichkamga tashlab berishlaringizni so'rardim. Aynan mana shu qotillikni inshaalloh qadam-ba-qadam, step by step, shag har bittasini men sizlarga mana shu oldingi Dalil.uz Javohirning ishlarini, Bobur Hakimov qo'shgan hissalarini ustiga men ham o'z hissamni qo'shib, masalaga qo'ldan kelgancha barcha isbot dalillarni po faktu ko'rsatib, qotillarni asl jazosini olishga madadkor bo'ladigan videolarni nasib bo'lsa qilamiz. Kelajakda aynan shu домашний насилие deydi, ya'niki erkaklar ayollarga o'tkazayotgan zulmi bo'yicha to'g'ri ba'zi bir ayollarning o'zida ham ayb bor va lekin baribir Alloh erkaklarga mas'uliyat bergan va o'sha ayollarning ustidan ham baribir har bitta ayolning baribir erkagi bor, dadasi bor, akasi bor, eri bor va boshqa. Shu uchun bu yerda aynan birinchi Alloh oldida birinchi javobgarlar baribir mana shu jamiyatimizdagi erkaklar bo'lganligi uchun bir necha qismdan iborat aynan ayollarning himoyasi bo'yicha, ayollar boshidan o'tkazayotgan tazyiqlar bo'yicha bir necha qismni xudo xohlasa videolar qilib, kerak bo'lsa aynan kunda aziyat chekayotgan ko'p ayollarimizga moddiy va ma'naviy yordamlar borasida aynan barcha befarq bo'lmagan san'atkorlar bormi, psixologlar bormi, jamoatchilik faollari bormi, hammalarni birlashtirib aynan mana shu temalarga vatan uchun,
kelajagimiz uchun, millat kelajagi uchun mana shu narsalar ustidan birgalikda ish qilamiz degan umidda O'zbekistonimizni tinchligiga ko'z tegmasin deya nozimani ishida Allohdan madad so'ragan holda qotillar barchasi aniqlansin deya Allohumma solli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum.